أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Bütün hamdler, alkışlar ve maktaşlar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Vel akibetu lil muttaqin. Yaxşı akıbet hoşyarlarga olsun. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Salat ve selam, destekleşler ve kollaşlar Allah'ın peygamberi ve bizning rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesiga, onun sahabelerine ve kıyametgacha onun yoludan mangan yoldaşlarga bolsun. Assalamu alaykum qadrlik Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz Tövbe suresi 24-oyatdan bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bu oyatda bizga xitob qilib shunday deydi. Qul إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Qarindoshlar, bugungi suhbatning mazmuni ko'rilib turgandek Allohning yordamining shartlari. İnson bo'lish sifatimiz bilan biz Allohning yordamiga ehtiyojimiz bor. Har sohada ehtiyojimiz bor. Shaxsiy bo'lish sifatimiz bilan ehtiyojimiz bor, millat sifatida ehtiyojimiz bor, davlat sifatida ehtiyojimiz bor. Hamma sohada yashash uchun, dunyo va oxiratimizni qozonishimiz uchun Allohga ehtiyojimiz bor. Allohning yordamiga ehtiyojimiz bor. Ammo Alloh bizga yordam berishda, xususan bizdek vatan munqariz bo'lib ketgan, munqariz bo'lish oldida tug'ilgan, to'g'risi vatani munqariz bo'lish oldida tug'ilgan, xalqi irqiy qirg'inchilikda yo'qolib ketish girdobig'iga berib qolgan bizdek millatlar uchun, bizdek musulmon xalqlar uchun Alloh o'zining yordam kelishiga shartlarni so'zlaydi. Ayet güteyli. Kul degin ey bendem milletinge degin. Bunu hem de Peygamber Aleyhisselam zamanında nazlı olğaçqa bu ayet Peygamber Aleyhisselam'a de deb xitob qildi deb tarjima qilamiz. Ya Muhammed, senin şu Sharqiy Turkistonlik ummatlaringga de deb qo'y. Agar sizlarning ota-onalaringlar, qul inkana abaukum, ota-onalaringlar, agar va abnaukum, sizlarning bola chaqalaringlar, va ihvanukum, sizlarning vatandagi qarindoshlaringlar, atrofinglardagi qarindoshlaringlar, va azvajukum, sizlarning juplaringlar, ayollaringlar yoki erlaringlar, va ashiratukum, sizlarning ashiratinglar, ya'ni sizlarningki urug' tuqqanlaringlar, va ammalun iqtarabtumuha, sizlar qo'lga keltirgan iqtisodiy boyliqlaringlar, va tijoratun taxshawna kasadaha, kasad bo'lib qolamdiki deb qo'rqib turadigan iqavatgan tijoratlaringlar, va masakinu tardawnaha, sizlarni razolab sağan, yasatgan, yasadaq uylaringlar, ahabba ilaykum minallohi va rasuli, agar yuqorida zikr qilinganlarning hammasi yoki birasi sizlar uchun Allohdan bekrak suyumlik tuyuladigan bo'lsa sizlarga va Allohning rasulidan bekrak suyumlik bo'ladigan bo'lsa sizlarga va jihadin fi sabilihi, Allohning yo'lida jihad qilishdan bekrak suyumlik tuyuladigan bo'lsa sizlarga, bu chaqda fatarabbasu, kutinglar.
Allah'ınki yardımı kildiğin vakit emes o. Kütün. Kim yardım kılar ki? Kim yardım kılar ki? Kulumuzdan kim tutar ki dep tamamı bilen Türk dünyasıdan, Müslümanlar dünyasıdan, Garip dünyasıdan degendek. Allah'ın nereden kelsen, nereden yardım kep kılar ki dep tamam kıladigan bolsaňlar, şu ham tamamı bilen kütüýüriňler. Hatta ya'tiyallahu bi emri. Hatta kaçangacha Allah'ın buyruğu kelgiçe. Allah'ın buyruğu kelgiçe kütüňler. Qarindaşlar, Kur'an'ın mezmun qarga wagtymyzda Allah'tan ve Allah'ın Resulüden ve Allah'ın rızası üçün kılınadigan küreştin eğer dünya süýümlük tuýuladigan bolsa bizge Allah'ınki emri nemi bu haktaki emri halak kılış. O insanlarını, o milletini halak kılış. Allah'ın buyruğu kelgiç kütüňler digen aşı 5-10 ýylyga wagt kütüňler. Yaman akıbetke aşı kıslık korkkan, endiş kılgan yana yaman akıbetke kalıdığına wagt kütüňler. Çünkü Allah'ın yardımı kemmeydi digen gep. Nim üçün? Vallahu la yahdil kavmel fasikin. Allah fasık milletini hidayetke başlamaydı. Fasık millet digen nima? Yoldan çıkıp ketken. Allah'ınki yaratkanlığını bulup durup, Allah'ın nimetini yep durup, içip durup, bu dünyada Allah'ın nimetinden faydalanıp durup, Allah'ını unutup ketken. Allah'ını köz kılmaydıgan, Allah'ın Resulünü köz kılmaydıgan. Allah ve Allah'ın Resulü edilse 5 katıdıgan. Kanda kılamız hem de bu konuluktan yana gep boldu. Bu bizimki paydası o yok işte yana oturuğa söylep çıktı da Allah ve Allah'ın Resulü degenden keyin Allah'ını razı kılış üçün köreş degenden keyin 5 ağrıydıgan. Manda milletke Allah hidayet kılmaydı. Hidayet kılmaydı degen nima degen gep qarindaşlar? Toğru yolunu körsatmaydı degen gep. Toğru yolunu körsatmagandan keyin o millet toğru yolga kirenmeydi. Toğru yolga kirenmegandan keyin hata yolda buludu. Hata yoldaki insanlara yaxşı netice çıkmaydı. Şimdi qarindaşlar, biz Şarkı Türkistan halkı süptüde davamlılık yardım saklayaptımız. Bu devlet yardım kılıp kalamı? Bu devlet yardım kılıp kalamı dep. 75 yıllık işgaliyet tarihimize bir qarap bakaylı. Vatandan aş burun çıqqanlardan tartip hazırkı bizning hayatımıza kadar biz ümitni kimden küttük? Nurgun vaqtlarda Müslüman devletlerden küttük. Saudi Arabistan'dan küttük yardımını. Müslüman boğanki yardım kılıp kaladı. Hem Müslüman hem qarindişimiz boğanki yardım kılıp kaladı. Türkiye'den küttük. Angaça biz kütüjüge vaqtlarımızda O'rta Asya'daki qarindaşlarımız müstakil oldu. Hem de qarindaşlarımız müstakil oldu. Hem de bulu bir kiçik bir devletini esige keltirip alsa bizning qulumuzdan tutulib deb üvege tama bağladık. Etrafımızdaki Pakistan'a tama bağladık. Onun hiç qas kerek kelmegendikin hem de hazır başka devletlerden tama kılıvatımız. İnsanlık süptide tama kılışımız normal. Biz aciz olgandikin bir iş kılaylı desep kulumuzdan bir iş kelmegendikin insaniyetten tama kılış, başkalardan tama kılış, yardım kütüş normal. İnsanlık ahvali. Emma biz ma yaşavatkan ma dünyanın ilgisi var. Yaratkuçusu var. O yaratkuçusu kontrol kılıp turvatıdı bu dünyanı. Bizni yaratkan Allah'ın bizning ahvalimizdan xabari bor. Xitoyning ahvolidan xabari bor. Dünya siyosatidan xabari bor. Şu dünyada bo'layotgan qonuniyatlarni, şu dünyadagi qonuniyatni, hozirgi siyosiy vaziyatni, iqtisodiy vaziyatni, xalqaro munosabatlardagi tangqonlikni Allah'dan yaxshi biladigan bir kishi yo'q. Bilmem diye. Allah'dan yaxshi biladigan bir kishi yo'q. Bizni Allah'dan yaxshi biladigan hech qanday bir kishi yo'q. Bizning ruhiy ahvolimizni, ma'naviy ahvolimizni, moddiy ahvolimizni Allah'dan yaxshi biladigan hech bir kishi yo'q. Aşında turuluq Allah bizden nemi kütüdü?
Allah o'zi emir qilgan emri farmonlarini, Allohning emri farmonlarini ijro qilishimizni kutadi. Mushu Sharqiy Turkistonlik bandalarim, mush Habibi Muhammad alayhisalomning Sharqiy Turkistonlik ummati mush degan mening degan ishimni bir qilsa, degan buyruqlarimni bir qilsa, bularga bir yordamni bersam, bu vatanning mustaqilligini asliga keltirsa, butun inson haqlarini asliga keltirsa, man xolis ibodat qilgudek bir sharoit hozirlansa, man ibodat qilib, man yaramli qullab dargohimga kelsa, marhamat qilsam, mag'firat qilsam, jannatga qo'ysam, haftada yillik ko'rishib tursak, bu insonlar bilan musulmon bo'lgan ekan. Deb Allah bizden mahsulot elishni arzu qiladi. Shunchalar millatdan o'zini musulmon chaqlayotgan Sharqiy Turkiston millatlaridan mahsulot elib, uni pokizlab, jannatga qo'yib, abadiy hayotda biz bilan muxotab bo'lib, do'stlab o'tishni Allah arzu qiladi. Qarindoshlar, Allohning bir ismi Quddus, bepokiz degan gap. Moddiy va ma'naviy jihatdan her jihatdan bepokiz degan gap. Allah Quddus bo'lgandan keyin, qudsiyat sahibi bo'lgandan keyin, muqaddas bo'lgandan keyin mehnatchilikni qabul qilmaydi Allah. Mehnatchilik degan vaqtimizda bu yerdagi moddiy mehnatchilik emas, bizga mehnat ko'ringan narsa emas. Ma'naviy mehnatchilik. Allahning yaxshi ko'rmaydigan kufrni yaxshi ko'rmaydi. Shunchalar yaxshilikni, shunchalar ne'matni berib bu dunyoda Allahning o ne'matlarini ko'rmasdan kelib, ko'rmasga selib, Allah'a qarshi bo'lishimizni, Allah bizden muhabbet kutib olsa, Allah'dan nefretlenişimizni yaxshi ko'rmaydi. O'zining do'sti bo'lgan Muhammad alayhisalomga hurmatsizlik qilishimizni yaxshi ko'rmaydi. Allah Teala bizga bergan samodan, samoviy emirlarni, bu dunyoga tushgan emr farmonlarini bu dunyoda dafsanda qilishimizni Allah xohlamaydi. Chunki kufr olsun, kafirlik, munofiqlik olsun, mushriklik olsun, fasiqlik, fajirlik olsun, Allah'a qarshi keladigan aqida nuqtasiga har qanday ish va amal jihatiga har qanday yomon ishlarning hammasi Allah'ning dargohida xabis hisoblanadi. Xabis degan mehnatchilik. Türkçede pislik deydi o. Bizde mehnatchilik. Allah o mehnatchilikni qabul qilmaydi qarindoshlar. Qur'onda ochiq deydi o, liyamizallohul xabisa minat tayyib. Allah bu dunyoda insonni nima uchun kurashga taklif qildi? Bu dunyo hayotida kurash qilinglar. Kurash qilib qazaninglar. Şeytanni yengib nefsini yengib o'zingizning dushmani bo'lgan düşmanını yengib mesela biz uchun Xitoy tajovuzchilarini yengib deb Allah emir berdi. U emri farmonlarini ijro qilishimizni arzu qiladi. Mushundaq taklifni berishning sababi nima uchun beradi? Liyamizallohul xabisa minat tayyib. Pokizni mehnatdan ayirish uchun. Eğer unda bo'lmaydigan bo'lsa, bu dünyada Muhammed Aleyhisselam bilan Abu Cehil'nin farkı olmaydı ki. Abu Cehil mi? Allah'ın cennet verişini Abu Cehil mi arzu kılıdı? Firavun mu arzu kılıdı? Allah'ın cennet verişini. Ama kılıvatkan işte, ma dünyadaki icraatta Muhammed Aleyhisselam bilan Abu Cehil'nin farkı var. Musa Aleyhisselam bilan Firavun'nin farkı var. Unda bo'lgandan keyin Allah bizni pokizlash uchun aramızdaki pokizlarni ayirib merhamet doirasiga elib jannatda abadiy yashatib va Allah o'zining muxotabi qilish uchun mehnatlarni ayirib mehnatlarni to'plab jahannamga tashlab va yo'q qilib o'tish uchun. Yo'q qilib o'tish deganimizda o'ltirib yo'q qilish emas. Ko'zdan yo'q qilish, uzoqda deb Allah o'zining rahmat doirasidan chiqarib, jahannam degan Allohning rahmat doirasining sirtidagi bir yer. Jahannamga kirish degan gap Allohning marhamatidan mahrum qolganlik bo'ladi.
Allah'ın merhametinden mehrum kalganlar. Kimning merhametiga erişerler? Kur'an'ı o'qib baqsak bilamiz. Minglarcha yil azoblangan chog'imizda cehennem ehli yalverdi cehennem hazinlariga. Nim bo'ladi? Rabbingga bir debaq bir kichikkina azobimizdan yengillishiga yordam qilsin deb. Cehennem hazinlari nim deb javob berdi? Qala ihsa'u fiha va la tukallim. Ihsa'u. İhsa kelimesi Arapçada bu şimdi yavatqa vaqtimizda itli kelib oladi-ku, so'ng tamoq qilib, yaqin kelsa chammetib qo'g'laytimiz. Yo'qol deb. Shu itqi chammetib yoki tayoq etib bir narsa urman deb qo'rqitib itni qo'g'lagan vaqtida ihsa deydi Arapchada. Biz choq deymizmi? It qo'g'lash kelimasi ihsa'u degan. Meleklerning muomalasi shunday bo'ladi cehennem ehliga. Nima uchun? U cehennemde Allah'ın merhameti bo'lmag'achqa, cehennem Allah'ın rahmet dairesinin sırtidaki yavog'achqa, Allah bütün pisliklerini, meynetçiliklerini toplap apırıp şöyle toplayıdı, közden şirak kıldı. Şu pakiz bilen meynetini arış için Allah bizge bu dünyada küreş kılışını farz kıldı. İbadet dedi. Şarkı Türkistan'ı müstakil kılış için Xitay tecavüzçülerle uruşunla, küreş kılınla, şunda kılsanlar ben razı olaman, ölüp gidip kalsanlar şehit olasılar, en yüksek makamga çıkırsılar. Ölmey gazı kağallarınla dünyada devletinle esliği keltirişler, milletinle şereflik, müşerref yaşaydı. Dep Allah şunda kılırlar. Şunda kılgandan keyin biz endi miyaga kelip sangalap bir işni qilmay, vazifamizni ado qilmay, o'g'an g'ulunmay, mushunchalar irqiy qirg'inchilik ostida tirilgili unmay, mushundaq tapdik juraga vaqtimizda Allah Masurida 24-oyatda Tövbe surasida Tövbe qilish surasi degan. Tövbe qilish surasida ey bandam, agar mendan yordam kutadigan bo'lsanglar, mana yarg'idek bir halga kelinglar. Mana yarg'idek halga kelishinglar uchun sizlar qulanglardagi mening da'vatgan ota-onam, da'vatgan ota-onalaringlar, bola chaqinlarim, da'vatgan bola chaqinlaringlar, qarindoshlarim, ayolim, erim, tuqqanlarim, mol-mulkim, tijoratim, uyim, iqtisodim, pulim deymiz-ku. Muşu dünyalık mening deb muş qalbingizga liq muhabbat bilan to'ldirib olgan mush insonlarning muhabbatidan mening muhabbatim, mening payg'ambarimning muhabbati va kurash muhabbati qalbingizda yuksak turgan vaqtda o chaqda mening yordamim keladi deydi. Agar Alloh muhabbati, payg'ambar muhabbati va kurash qilish muhabbati tuyan qolib qolsa, qalbingizning dunyo muhabbati qaplab ketgan chaqda ve yardım kelmeydi. Çünkü Allah'ın yardımı rahmet. Allah'ın rahmeti o meynet kalplerge kelmeydi. Meynet milletge düşmeydi. Allah aziz, Allah izzet sahibi, aziz bo'lgan bir zat, quddus bo'lgan bir zat, meynet kalplerge, meynet ruhlarga tushmaydi rahmetini, o'zining marhamatini. Deb Allah bu oyatda shunday dedi qarindoshlar. Unda bo'lganda bu muhabbet diyen Allah'a bo'lgan muhabbet, Allah'ın Resulü'ne bo'lgan muhabbet, kurashga bo'lgan muhabbet qanday qo'lga keladi? Men Allah'ni yaxshi ko'raman deganga yaxshi ko'rganlik hisoblanmaydi. Men Rasulullahni yaxshi ko'raman deb qo'yganga yaxshi ko'rganlik hisoblanmaydi. Men kurash qilishni yaxshi ko'raman, mustaqil bo'lishni yaxshi ko'raman deganga yaxshi ko'rganlik bo'lmaydi. Qo'saq ochganda lag'man, polo deb vaqirsa qo'saq to'yamda to'ymaydi. Shuni berib, shu itidigan yerga berib, pulni berib, bedelini to'lab elib yesak yoki bo'lmasa o'zimiz balzamanlarni elib uyda shuniki ishlab itib yegan vaqtimizda qo'saq to'ydi. Quruq gapga bu dunyoda qo'saq to'ymaydi. Chunki bu dunyoda Alloh sabab qonuniyati degan bir qonuniyat yaratib qo'ygan. Shu qonuniyatga ergashmasak, bu qonuniyat bizni birlam deb qonunni bilamiz-ku, qonuniyat shu qonun yıldızını chiqadi. Qonunga bo'ysunmasa, qonun dessep yenjirtidi qonunga bo'ysunmagan kishilarni. Mushu dunyoda shundaq-ku.
mutlaq qudret sahibi qo'yib qo'ygan qonuniyatni agar uni men irodamga bo'ysundiraman desak ham xiyol. Masalan, o'tqa qo'limizni tiqpaqili, bismillahirrohmanirrohim deb tiqpaqili, Qur'onni tamom qulplab tiqpaqili, nurg'uni Allohim meni ko'ydimi deb turib tiqpaqili, bu dunyoda o'tning vazifasi ko'ydirish bo'lgandan keyin ko'ydiraverdi. Muzni tutpaqayli, muz to'ngdiraverdi. Allah bir qonuniyatda sening vazifang mana mushundoq bo'ladi degan bo'lsa, shu qonuniyat bo'yicha bo'ladi ishlar. Biz shu qonuniyatga bo'ysunishimiz lozim. Allah bizdan muhabbat talab qilgan bo'lsa, o'zi uchun, payg'ambar uchun va o'z rizosini deb kurash qilish uchun muhabbat talab qilgan bo'lsa, u muhabbatni qanday qo'lga keltiramiz? Allohdan boshlaymiz. Bular mush ro'za Ramazonda qarindoshlar. Da qalbimizga bir qarab baqaylik. Allah desa rahatsizlik bormi yo'qmi deb. Allah'ның peygamberi desa quloqqa mushug'andek anglanmamdi. Qalbimda bir rahatsizlik bormi yo'qmi deb. Chunki Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, Xitoy bilan kurash qilish desa quloqqa mushug'andek anglanmamdi. Agar shunda quloqqa mushug'andek anglangan bo'lsa, shu chaqda darhol ey Alloh, mening qalbimda kasallik bor ekan. Qalbim kasalkan Allah, men o'zimni chaqib baqdim. Ma kasallikka shifo bergin. Ey Allah, men seni suyishni xohlayman. Sen bilan do'stlashni xohlayman. Sen bilan abadiy muxotab bo'lib, munosabatini yaxshilashni xohlayman deb edam yo'q yerda. Hech kim ko'maydigan yerda. Yig'lasaqmi bo'ladi, toza yaxshi bo'ladi. Yig'lab turib Allohga yolveraylik. Qalbimiz bir qetib ketgan bo'lsa, ishongilmaydi qalbimiz. Shu chaqda yana Alloh desak bo'ldi. Ey Alloh, mening aqlimda yoki haqli shundoq deydi ekan, Alloh bor deydi ekan. Agar rost bo'lgan bo'lsang, mening qalbim unmayotdi. Unmaslikning sababi men bunda kommunistik tarbiyadan asli cho'nglab qolgan bir odam, dindan o'qiyanmagan bir odam, diniy savodim yo'q. Shuning uchun mening qalbimni bilasan. Agar sen rost bo'lib qolib, men Qur'on rasulab qolib, oxiratda ahvolimdan chataq chiqadigan bo'lib qolsa, bo'lmaydi. Men unda istamayman, jahannam kirishni xohlamayman. Sen bilan dushman bo'lib qolishni xohlamayman Allohim. Shuning uchun nim bo'ladi bir qulamdan tut, mush ro'za Ramazonning haqqi hurmat uchun qalbimni bir yumshat, sen bilan do'st bo'laman deb Alloh bilan do'stlashga bitirishayli. Andan keyin Alloh bilan do'st bo'lgan bo'lsa, qalbimizda Alloh desa shunda bir xushallik paydo bo'ladigan bo'lsa, qalbimiz yumshaydigan bo'lsa, andan keyin Rasulullohga kelamiz. Rasulullah'ım qarshi shunday bir tirajash bo'lgan bo'lsa, bu vaqtda Allohdan yana yordam so'raymiz. Ey Alloh, sening habibing Muhammad alayhisalom haqida qalbimda to'g'ri turgan muhabbat bo'lmaydi. Qalbimga munofiqlarcha his tuyg'u kelib, u bir inson xato qilib qolishi mumkin. Mancha yilning oldida yashgan odamlar bizim bilmaydigan savodsiz odamlar xato so'zlab qolishi mumkin deb Rasulullohga kelganda shunday bir hurmatsizlik bor qalbimda. Şu munofiqlikni ko'tarib o'tib, Rasulullohga bir hurmat va muhabbat berib, Rasululloh uchun muhabbat tilaymiz. Bu Allohning muhabbati va Rasulullohning muhabbati qalbimizga yerlashgandan keyin, andan keyin avtomatik holda Allohning amr farmonlarining suyumlik bilinadigan bo'ladi. Sharqiy Turkistonni ozod qilish, mustaqil qilish harakati, Xitoyga qarshi kurash qilish ishlarining hammasi suyumlik, sharaflik ishlardan bilinadigan bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, biz o'zgarmasak, biz shundoq tirajib turaversak, mehnat badimizda, shu fasiq badimizda tirajib turaversak, Allohning yordami kelmayverdi, ahvolimiz tuvallab ketaverdi. Chunki Alloh Qur'onda vallohu la yahdil qavmal fasiqin. Bu oyat nurg'un versionda keladi. Vallohu la yahdil qavmal kafirin. Kafirlarga hidoyat qilmaydi. Vallohu la yahdil qavmal zalimin. Zalimlarga hidoyat qilmaydi. Yana bir yerda fasiqlar, mana bu yerda fasiqlarga hidoyat qilmaydi dedi. Endi biz Sharqiy Turkiston xalqi musulmon xalq, 1000 yildan ko'proq islom ichida yashab kelayotgan bir xalq. Endi bizningki bu markamiz musulmon, ishimiz Xitoy tajovuzchilar tomonidan qurg'udilinib, zaharlanib, qurg'udilinib qo'yilgan. Unda bo'lgandan keyin ishimizni remont qilish bizning vazifamiz. Allah Qur'onni Ramazonda nozil qildi-ku,
biz muş Ramazanda kalbimizge Kur'an'ı düşürüp akılıqını. Kompüterimizga, telefonlarımızga app düşürümüzgo. Şu app düşürgendek muş Kur'an'ı kalbimizge düşürüp akılı. Kalbimiz eğer meynetulap patmağdaki, Kur'an patmağdaki yakagan bolsa, bir ayetten düşüreydi. Bir ayet düşürüp Allah muşunda alatmış Allah'ın kelamı iken, muşunun gibi emel kıp bakaydı, bir ayetten, bir hadisten düşürüp nim kılsak, kalbimizge ayet düşkendikilla kalbimizde ayet üzü pakizlaydı. Ramazan'ı koldan bir etmeyeli karandaşlar. Mavi Allah'ın ayeti, alemlerini yaratkan Allah'ın ayeti, kelamı, bu hak ve hakikat, bu kanuniyet özgermeydi karandaşlar. Kanuniyet özgermegen karaganda mecbur biz özgürüşümüz lazım. Özgürüş bizning vazifemiz. Allah bizlarni Kur'an oldida o'zgarganlardan, Rasulullahning sunnatlari oldida o'zgarib qabul qilganlardan va Allah rızası için küreş oldida teslim bo'lib, bu kurashga qatilib ketganlardan, o'zini pido qilganlardan, Allah'ga yaramlık bende, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yaramlık ümmet bo'lganlardan qilib etsin. Muşra ro'za Ramazonda qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin va maqbul qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.